349 mingga oldin avtomat yoki hadaniga olgan bo'lsangiz, endilikda Technocity do'koniga kelib turib, 5 ta mahsulotda bor yo'g'i 349 mingga xarid qilishingiz mumkin. Yagona sharti Instagram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ketdi. Shu ko'rib turgan 5 ta mahsulotingiz bor yo'g'i 349 ming so'm. Birinchisi Hladilnik Sevintage 211 modeli, ikkinchisi bo'lsa 8 kiloli avtomat kir mashinasi, motoriga 10 yil kafolati bor. Uchinchisi Bosch germanskiy dazmol, to'rtinchisi Sakilami 2 ga 3, beshinchisi bo'lsa ajoyib bo'lgan sushilka. Hech qanday bagani aralashtirmasdan, boshlang'ich to'lovsiz, pedalisiz, bir dona pasport evaziga ko'rib turgan 5 ta mahsulotlarni Technocity'ning Yangi yo'ldagi, Gulistondagi, Begeboddagi, Chirchiqdagi filiallaridan kelib turib olib ketsangiz bo'ladi. Agarda siz pensioner bo'lsangiz yoki talaba bo'lsangiz, hattoki mashinangiz texpasporti bo'lib tursa ham do'konimizga kelsangiz bo'ldi. Agarda yana ham ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ko'rib turgan raqamlarga aloqaga chiqing. Sizlarni Technocity'ning barcha filiallarida kutib qolamiz. Aksiyalar yolg'on ekan, kommentariyada negativ yozgandan ko'ra, aksiyaning muddatini eshitib olinglar. Aksiyamiz 11-oktyabrdan 21-oktyabrga qadar davom etadi. Sizlarni Technocity'ning barcha filiallarida kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.